Kasallikka chalinganlar ataylab kasallik yuqtirishmoqda mazmunidagi video tarqalib turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Videoda ko'rsatilishicha, go'yo kimlardir yuqumli kasalliklarni boshqa fuqarolarga ataylab yuqtirish maqsadida foydalanilgan tibbiy ignani o'rindiqlarga joylashtirgan va bundan odamlar zarar ko'rayotgani aks ettirilgan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan surishtiruvlar natijasida videoni tayyorlagan va tarqatgan shaxslar aniqlandi. Mana o'rtog'im mana shunaqa spid haqida video olaylik dedi. Qilgan ishimdan pushaymonman, butun xalqdan uzr so'rayman. Men bunaqa ommaga chiqib ketishini bilmagandim. Bir g'oya kelib qoldi, Instagramda ko'rib, biz ham shu videoni takrorlamoqchi bo'ldik. Skanka shpits qo'yib ketgan. Shunaqa keyin shu videoni oldik, kanal asosiy videoga prasмотр like uchun qildim, kontent uchun. Boshqa blogerlarga bunaqa yolg'on ma'lumot tarqatishni maslahat bermayman. Oqibatlari yomon narsaga olib keladi. Qilgan ishimni